Huvallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati val ard va kana Allohu aliman hakima. Mana Alloh azza va jalla Qur'onda bir qancha oyatlarda sakinat haqida siz bilan bizga xabar berdi. Sakinat bu qalbning xotirjamligi. Sakinat mavohiblardan dedik, makosiblardan emas. Makosib banda o'zi mehnat qilib, harakat qilib qo'lga kiritadigan narsa bo'lsa, makosib undan balandroq narsa. Bandaning qilgan mana shu sa'yi harakati uchun Alloh taolo mukofot tariqasida beradigan narsa mavohib deyiladi. Sakinat ana shu makosiblarning samarasi. U Alloh o'z iymon ishonchlariga yana ishonch qo'shishlari uchun mo'minlarning dillariga sakinat, orom tushirgan zotdir. Osmonlar va yer qo'shinlari yolg'iz Allohnikidir. Alloh bilim va hikmat egasi bo'lgan zot. 4-oyat. Estağfirullah. Laqad radiyallohu anil mu'minina id yubay'unaka tahta ash-shajara. Fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim va athabahum fathan qariba. Fath surasi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga mana sahobalar Hudaybiya kunida daraxt ostida bay'at berishdi. Mana ular haqida Alloh taolo xabar berib aytadi: "Ey Muhammad alayhisalom, dar haqiqat Alloh mo'minlardan ular daraxt ostida sizga bay'at qilayotgan vaqtlarida rozi bo'ldi. Bas, u zot ularning dillaridagi narsa, sadoqat va vafoni bilib, ularga sakinat va orom tushirdi va ularni yaqin g'alaba va o'zlarigina oladigan ko'pdan ko'p o'ljalar bilan mukofotladi. Alloh qudrat va hikmat sohibi bo'lgan zot." Sahobalarning qalblaridagi sadoqat va vafoni Alloh ko'rdi, ularni qalblariga sakinatni tushirdi. Mana ko'ring, ana shu payg'ambarga bo'lgan vafosi va sadoqatiga mukofot qilib Alloh sakinatni tushirdi. Aytyapmiz-ku, banda u sakinatni o'zi harakat qilib, sa'y harakati bilan, mehnati bilan qo'lga kirita olmas ekan. Sakinat Alloh tomonidan beriladigan mukofot. Kechagi darsimizni sodda qilib tushuntirdik. Bandani qilgan amallariga Alloh taolo beradigan savob, ajr bu ishchini ishlagan oliy maoshi bo'lsa, endi mavohib o'sha ishchini ishlagan oligidan tashqari ustiga beriladigan mukofoti, premiyasi o'zbekcha qilib aytganda. Demak, mavohib bu makosib emas. 5-oyat. Astagfirullah. Fa anzalallohu sakinatahu ala rasulihi va alal mu'minin. Alloh o'z payg'ambarining va mu'minlarning ustiga o'z sakinat olomini tushirdi. Demak, sakinat Alloh tomonidan keladigan mukofot bo'ladi. Bu oyatlarda hammasida sakinat haqida so'z ketdi. Thumma anzalallohu sakinatahu ala rasulihi va alal mu'minin. Fa anzalallohu sakinatahu alayhi va ayyadahu bi junudin lam tarawha. Huvallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Qur'oni Karimda bir mavzu haqida so'z ketdimi? Demak, bu mavzu hazlaka mavzu bo'lmaydi. Sakinat haqida bir qancha oyatlar tushdimi? Demak, bu hazlaka mavzu emas. Bu oyatlar hammasi qanday holatda nozil bo'ldi? Qanaqa shart-sharoitda? Rasululloh va mu'minlarning ustlariga qo'rquv, iztirob, xavotir, mashaqqat yog'ilib turgan paytda. Tushunarlimi? Sakinat qachon tushar ekan? Mo'minning qalbida shu xotirjamlik yo'q bo'lib, qo'rquv, iztirob bo'lib turgan paytda Alloh tomonidan mukofot bo'lib tushar ekan. Bu oyatlarni birlashtiradigan bitta narsa mo'minlarning ustiga mehnat, mashaqqat, qiyinchilik yog'ilib turgan paytda Alloh ularga sakinatini yuborishiga xabar berilyapti.